Mana Avstriyada katta soy bo'lsa, kanal bo'lsa, daryo bo'lsa, обязательно yonida bunaqa peshxod piyodalar uchun, velosiped uchun yo'l qilgan. Tekis yo'l, chiroyli yo'l mana. Boshni yurmayman, boshni taqiqlangan. Faqat velosipedlarga, yugurayotganlarga, piyodalarga. Mana bolasini savoli ketyapti. O'zimizda ham shunday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hamma velosipedda, piyoda yurib tursa odam salomatligi yaxshi yo'q. Buni endi shular juda yaxshi o'ziga nima qilgan ekanda. Endi mana choli kampir sog'lom turmush tarzi.